Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Jahon Minecraft kanali. Bugun sizlar bilan qarochi mazza qilib qamoqxonadan qochamiz. Xullas biz boshladik. Mana bu yerda paydo bo'ldik. Yotoq, keyin olmasdan bir xonaga keldik. Keyin mana qochishimiz kerak. Mana eshikdan chiqishimiz. Mana bu yerda daraxt. Nima qilyapti bu yerda? Mana past deb qo'yibdi. Nima bu past? Hop, hech narsani tushunmadim. Xullas mana daraxtni chopaylikchi. Men tushundim. Buni anaqa kirka yasab, keyin shu versak yasab, keyin pastki qismini qazish kerakmi? Shunda bir nima chiqish kerakmi? Uni yasaymiz. Davay, bu qamoqxonami yo anaqa oddiy mana endi nima chiqargan? Sandiq chiqdi. Ochamiz. Mana dastak. Birinchi xonadan o'tdik. Birinchi topshiriqdan. O'yla oldinda ko'p topshiriq bordir. Yana bilmayman. Hop, endi parkurdan o'tamiz. Qanaqa parkur ekan bu? O'tdan yugurib o'tsam, Bu yerda yurib o'tib bo'lmaydigan. Lavaga tushib ketdim. Bu yerda yurib bo'lmaydigan desa, endi kutamiz. Abbo, tugaydimi? Davay. Bo'ldi, mana tugadi. Endi bu parkurga lavaga tushmasdan o'tish kerak. Mana birinchi sakrash, ikkinchisi, Mayli. Endi bu xonada nima qilishimiz kerak? Hech nima yo'q. Mana bu eshikni ochishimiz kerakmi? Nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda itlar bor ekan. Nima qilishimiz kerak? Bunga kirishimiz kerak. Qani bu yerda nima bor ekan? Bu yerda dastak bor ekan, lekin shunchaki o'zini o'lsak, menimcha bo'lmaydi, o'ldirib yuboradi. Shuning uchun kamon bilan ana u dastakka ochish kerak, shunda bo'ladi. Hop, birinchi urinish ketdi. Chiziqdan turib ochish kerak. Tushmadi. Endi tushdi mana. Kamonni o'zim bilan olib ketaman. Kamonni o'zim bilan olib ketaman. Ana bu yerda itlar bilan jang qilish uchun qilich kerak. Shuning uchun menga bolta yasaymiz. Mayli, qilich emas. Qilich kerak emas. Mana o'qlarni olib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Endi eng oxirgi xonam shu. Och. Itlarga o'zim boshlab bermay chiqib ketsam yomon bo'ladi. Bosishyapti. Menga tegmayapti. Mana do'stlar. Hop. Mana qochib ketishimiz kerak. Shuning uchun mana dastak bor ekan, shuni ochib, keyin mana do'stlar qochdik bu qamoqxonadan. Qamoqxonami shu? Shunaqa ish qilib qochdik qamoqxonadan. Mana hammaga xayr do'stlar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.